Katta bakovlarni ham ustonoshga qilib berganmiz. Kim sindirdi bakovoyni? Bu joyini o'chiraverasiz. Salom akalar, navbatdagi avtomobil tayyor bo'ldi. Buni bitta ishi faqat mo'ykasi qoldi. Qolgan nimaiki qilinadigan bo'lsa, hamma yo'q qilindi. Bitta ko'rib chiqamiz boshdan. Balandligi 1.45 bo'lgan, bu egalarning xohishiga ko'ra, keyin nerjavekadan ko'pchilik zerikkan bo'lsa, mana alyumin. Bu ham egalarning xohishiga ko'ra bo'lgan. Xo'sh, yonboshga sandiqlar qo'yganmiz. Bitta narsani ko'rsataman sizlarga. Nima deyapti? Gabarit chiroqlari bor, 13 balon, risol, gaz balon. Aka, yaxshilab joylashib oling. Hali navrotlar juda ko'p. Orqa tomoniga bitta ko'rsataylik. Orqa tomonda darvozali bo'lgan, ruchkalar nerjaveka ishlatilgan. Gabarit chiroqlari bor. Ichki tomonni bitta ko'rsatamiz. Ichlari alkafon, ichki chiroq bor. Germetkalarga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Pollari dis tashlangan polga. Dugalariga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Salonga keladigan bo'lsa, salonga chexol bor. To'liq tashlangan. Video registrator qo'yilgan. To'liq ekranda. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol lider komandasiga murojaat qilaverasiz.